Onalarimiz yoshligimizda ustozlarimiz bilan ota-onalarimiz juda ko'p ta'kidlashardi. O'qi, onasini sizga ko'chaga qochib yurma, darsdan qochib yurma deb juda ko'plab aytardi. Biz bo'lsa Dalboyevga o'xshab darsdan qochib shu kunlari kayf qilib yurganmiz. Bilat endi bo'lsa mana 1 metr qorni ostida itga o'xshab ishlab yuribmiz. Kuniga pul topaman, uncha pul topaman, buncha pul topaman deb o'qib yurganimizda odamga o'xshab darsdan qochmay onalarimiz sizga bunaqa hayotda yurmaslik, issiqda issiq demay, sovuqda sovuq demay, mana itga o'xshab yuribmiz endi. Ana oddiy velosipedda dastavkada yuribmiz. Onasi sizga kuniga 6 ming, 7 ming topib. Xudoga shukr puli yaxshi. Bilat o'zingni yurtingda isholmaysan, qo'lingdan ish kelmaydi. Biron soha bo'yicha biranda o'quving yo'q. Mana shunaqa chumol o'xshab yuraverasan keyin yurtma yurt. Keyin ko'pchiliklaringiz aytishlaringiz mumkindir. Onasizga o'qimaganlarda ham pul daxya. Ular endi unaqa odam omad. Omad hammaga bir xil bo'lavermaydi. O'shaning uchun o'qish kerak onasizga. To'g'ri, hozir o'qishning foydasi yo'q bizda. Qachondir foydasi tegib qoladi. Mana davlat вообще-то yer yuzida rivojlanish katta bo'lyapti. O'qishda ham foydasi bor, bor. Mana endi itga o'xshab, mana 1 metr qor ustida dastavkada ishlab yuribmiz, Dalboyevga o'xshab. O'qimadik, qochdik, go'r qildik, balo qildik. Endi o'zga yurtlarda mana shunaqa qilib yuribmiz, Dalboyevga o'xshab. Sizlar nima deysizlar? Fikrlaringizni kommentariyaga yozib ketinglar.